Assalomu alaykum bo'lajak youtuberlar, salomatmisizlar? Bugun men sizlarga YouTube'da bitta mashinani baloni bilan oyiga 10-15 ming dollar pul ishlash yo'lini o'rgatib o'taman. Ya'ni bu yo'nalish juda ham bizlarga mos keladigan, vaqtimizni ko'p olmaydigan, bitta telefonda qilsa bo'ladigan va prosmotrlar yuqori va yuqori daromad olib keladigan yo'nalish. Shuning uchun ham diqqat bilan ko'ringlar. Videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar. Yo'nalish haqida albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kelinglar, gapni ko'p cho'zib o'tirmayman. Men sizlarga bu yo'nalish haqida ma'lumot berishni boshladim. Xo'p, bu qanaqa yo'nalish? Rasmidan ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, qanaqadir mashinani baloni bo'ladi. Mashinani baloni bilan nimadirda bosib o'tish kerak bo'ladi. Bunaqangi kanallar ko'p. Yangi kanallar ham bor, eski kanallar ham bor. Ya'ni bunaqa kanallar ancha yildan beri ish faoliyatini olib keladi. Bu asmir yo'nalish desak ham bo'ladi. Hozir men sizlarga buni to'liq tushuntirib beraman. Keling, birinchi o'rinda prosmotrlar haqida gaplashib o'tsak, bu kanalda ko'rishingiz mumkin. Endi bu eskiroq kanal, lekin prosmotri ko'rishingiz mumkin 489 million. Pashti 500 million tomosha qilingan. YouTube bunaqangi prosmotriga o'rtacha 400 ming 500 ming dollar to'laydi bitta videoga. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta video orqali 400 ming 500 ming dollar ishlab topgan. Ikkinchi videosi ham mana shu tarz orqali olingan ekan. Aynan bizga hozir to'g'ri keladigan joyi ham shu, chunki O'zbekistonda tarz ko'p, mashina ham ko'p. Nima qilasiz? Telefonni qo'yasiz, tarzni bosib o'tishingiz kerak. Bo'ldi. Sizni qiladigan ishingiz shu. Shuni videoga olishingiz kerak. Undan tashqari boshqa narsalarni ham bajarib ko'rsangiz bo'ladi. Buni hozir tushuntirib o'taman. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bir gap bilan tushuntiradigan bo'lsam, yo'nalish mana shunaqangi yo'nalish, prosmotrlari zo'r. Hozir boshqa kanallarni ham ko'rsatib o'taman, yangi kanallarda ham ko'rsatib o'taman. Qanaqa prosmotr olayotganini ham men sizlarga analiz qilib beraman. Xo'p, ko'ryapsizlar, YouTube dan qidirib ko'rishingiz mumkin mana shunaqangi nom bilan. Ya'ni bu mashinani baloni bilan eksperiment asmiri. Ya'ni bu mashinani baloni bilan asmiri videolar qiladi. Tarvuzni bosib o'tadi, zuniya pastani bosib o'tadi, qanaqadir ichimliklarni bosib o'tadi, sharni bosib o'tishi mumkin, telefonlarni bosib o'tishi mumkin. Xo'p, boshqa kanallarga o'tadigan bo'lsak, bu ikkinchi kanal. Bu kanalda ham prosmotrlari juda ham zo'r ko'rishingiz mumkin. Bitta videosi 297 million ko'rilgan. Bu short kanal emas, bu katta video kanal. Tasavvur qilyapsizmi? Qanaqangi katta prosmotr olgan. Ya'ni prosmotrlari zo'r. Keyin kanalni ko'rsataman. Bu kanalda ko'rishingiz mumkin 13 million prosmotr olgan. Bu ham shu mashinani baloni bilan nimadirlarni bosgan. Xo'p, keyin kanalda ko'rsatib o'taman. Bu yangi kanallardan biri. Ko'rishingiz mumkin 3 hafta oldin qo'ygan videosi 54 ming ko'rilibdi. 1 oy oldin qo'ygan videosi 82 ming ko'rilibdi. Ya'ni hali ham bu yo'nalish trendda. Xo'p, keyin yangi kanalni ko'ramiz. Bu kanalda ham ko'ryapsizlar, hamma kanalda past tarvuz ishlatilgan. Tarvuz chunki prosmotri ko'p. Birinchi kanalni ko'rsatib o'tdim. Siz ham tarvuzni ishlatib shunaqangi videolar qilib ko'rsangiz bo'ladi. Chunki O'zbekistonda hozir pishiqchilik, tarvuz ko'p. Mashina ham topsangiz bo'ladi. Любой bironta og'ayningizgami, tanishingizgami iltimos qilsangiz ham bo'ladi. Nima qilasiz? Buni hozir qanaqa video qilinishini ham tushuntirib beraman. Yana bitta yangi kanalni ko'radigan bo'lsak, bu kanallar ham hozir yangi ochilgan kanallar bu. Prosmotrlar endi ko'tarilib kelyapti. To'g'ri, hozir kam bo'lishi mumkin. 1 kun oldin qo'ygani 1700, 2 kun oldin, 4 kun oldin qo'ygani 2200, 7 kun oldin qo'ygani 3800. Bu kanallar yangi kanallar hammasi. Shuning uchun ham endi prosmotri ko'tarilib kelyapti. Bironta videosi boynakidek tushib qoladigan bo'lsa, pulni tayda qolib ketishadi. Chunki prosmotrlar ko'ryapsizlar, nerealni katta. Bunaqangi tabiiy videolar ko'rilgan prosmotr juda ham kam. Ya'ni 500 millionga borgan prosmotrlik videolar o'zi kam. Yo'nalishlarning ichida nomer 1 bo'lganlardan biri mana shu yo'nalish. Kimdir bu narsani chuqurroq o'rganib, chin dildan kirishib qiladigan bo'lsa, normalni soqqan tayda qoladi. Xo'p, kelinglar, mana shu 489 million prosmotr olgan videoni men sizlarga analiz qilib beraman. Mana bu 328 million prosmotr olgan video ikkosi pashti bir xil. Qanaqa video qilgan? Hozir shuni ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi videoni ochaman. Mana videoga kirib oldik. Keling, nimalar ishlatilgan, qanaqa video olgan, shuni to'liq tushuntirib beradigan bo'lsam. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda marojna turibdi. 3 xil. Bunaqa marojnalar hamma joydan topsangiz bo'ladi. Unda qimmat marojna ham emas. 2000 dandir, 3000 dandir. Xo'p, bizga bitta mashina kerak bo'ladi va telefon kerak bo'ladi, shtativ. Shtativga telefonni qotirib qo'yasiz va o'sha qo'ygan narsangiz ko'rinadigan va balon ham ko'rinadigan qilib qo'yasiz va mashinani o'sha qo'ygan narsangizni ustidan yurg'izib o'tkazasiz. Videoni qo'yib tushuntirib ketaveraman nima qilayotganini.
Ko'rishingiz mumkin, mana mashinani baloni bilan morojnilarni bosib o'tdi. Keyin mana ochkilarni bosib o'tyapti. Detskiy ochkichalar, o'yinchoq ochki. Mana bitta oddiy ochkini bosib o'tdi. Xo'p, mana bunaqangi narsani bosib o'tdi. Xo'p, kubga o'xshagan yana nimadirlarni bosib o'tyapti bu. Xo'p, buni orqaga qaytaryapti kadrda vaqtini cho'zish uchun. Xo'p, yogurt bosib o'tyapti. Ya'ni hammasini topsa bo'ladigan narsa, uncha qimmat narsa emas. Mana bunaqangi narsalar ko'p. Bitta supermarketga kirsangiz, bunaqa narsalar to'la yotibdi. Xo'p, mana oxirida tarvuzni bosib o'tyapti. Mana ko'rdingiz. Ko'rishingiz mumkin. Qayta-qayta olyapti buni. Bitta g'ish qo'yar ekansiz, ikki qator qilib, ustidan yurib tarvuzni bosib o'tasiz. Endi bu joyga idea berib ketaman. Siz pomidor qo'yishingiz mumkin, qovun qo'yishingiz mumkin, kattaroq tarvuz qo'yishingiz mumkin, olma qo'yishingiz mumkin, shunga o'xshagan mevalarni qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Aynan siz mana shu tartibda video qilishingiz kerak degani emas. O'zingizda bor narsadan foydalanib qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa bitta rekomendatsiyaga tushib qoladigan bo'lsa, normalni soqqan tayda qolasiz. Qilib ko'ringlar. Juda ham zo'r yo'nalish, oson yo'nalish. Sizga nima kerak? Aytib o'tdim. Tarvuz kerak, bitta mashina kerak, bitta telefon, bitta shtativ bo'ldi. Shuni olib ko'rsatishingiz kerak. Ko'ryapsizlar, 489 million prosmotr. Bunaqangi prosmotrda ba'zilar butun umr video qilib yig'olmaydi. Lekin siz bitta video bilan yig'ib qo'yishingiz mumkin. Shunaqa narsalarni bosib o'tyapti. 5 litrli bakalashka, ya'ni o'zida bor narsalardan foydalanyapti maksimal. Sizga ham maslahat beraman, o'zingizdagi bor narsadan maksimalni foydalanib shunaqangi videolar qilsangiz bo'ladi. Bunga to'g'ri qanaqadir ozroqgina xarajat ketishi mumkin bunaqa narsalarni olishga, lekin prosmotri arziydi. Bosh og'riq yo'nalish emas. Bemalol monetizatsiyaga ulasangiz bo'ladi, prosmotri ko'p, ertaga monetizatsiya o'chib qolish degan narsa bo'lmaydi, kanalingiz o'chib ketadi degan narsa bo'lmaydi, chunki bu живой, tabiiy video. Hammaga shu yo'nalishda ishlashni tavsiya berib qolaman. Bu bizda yo'nalish analizi bo'yicha adashmasam 28-videomiz. Mana shunga o'xshagan boshqa videolar ham qilganman. Kimdir bizni yangi ko'rayotgan bo'lsa, mana shu YouTube kanalimizga kiringlar, eski videolarimizni tomosha qilib ko'ringlar. Kanalimizda mana shunga o'xshagan juda ham ko'plab oson yo'nalishlarni analiz qilib berganman. Kimdir o'ziga to'g'ri kelgan yo'nalishda o'rganib boshlab ketishi mumkin. Agar siz YouTube'da 0 bo'ladigan bo'lsangiz, meni maxsus kursim bor. YouTube'da 0 dan o'rgatadigan, ham telefon orqali, ham kompyuter orqali. Agar sizga bu kurs qiziq bo'ladigan bo'lsa, YouTube'dan pul ishlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni ostida Telegram kanalimda qoldirib ketaman. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha Telegram kanalda o'zimda Telegram manzillarimni qoldirib ketganman. Kirib bemalol kurs bo'yicha savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Batafsil tushuncha berib o'taman. YouTube butun dunyoda sarmoyasiz eng zo'r pul topsa bo'ladigan onlayn ish hisoblanadi. Albatta buni o'rganinglar. Hozir O'zbekiston bozori bo'sh. Hozirdan kirishni tavsiya qilaman, chunki juda ham ko'p yo'nalishlar, ya'ni nishalar hozircha bo'sh turibdi. Bu yo'nalishlarni o'rgatishga men tayyorman, chunki meni bitta o'zim buncha yo'nalishda yurita olmayman. O'zimda asosan bir ikkita yo'nalishlarim bor, o'shalar bo'yicha ishlayman. Sizlarga esa mana bunaqangi oson yo'nalishlarni o'rgatib boraman. Kimdir kursga qo'shilmoqchi bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga o'tinglar. U joyda meni Telegram manzilim turibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.